Oradan tadbirler, min Halkbankı'nın ortağı Gani Faruk'la bugün günde Halkbankı tiziminde mevcut bu iki turları, kolaylıklar, hizmetler hakkında yapılmaktadır. Birinci orunda sizlere köpçülük bulardı, işleyli boşaklardı, vasıflardan boşakadan kilit hafta ulavalar vardı. Şu orunda Halkbankı tiziminin kazna ulavası cari edildi. Şu ulavanın bizlere birkaç kolaylıklar, batası Türkçe bilmektedir. Hazna ulavası, telefon orqali yüklü olgandan keyin o'sha orqali farzandingiz bilan, nevarangiz bilan, yaqinangiz bilan farzand ko'radi-ku. Ya'ni birinchi farzand bo'lganda o'sha ilova orqali joyida turgan holatda o'shani tasarruf etish huquqiga ega. Ya'ni o'sha ilova orqali suyunch pullari bordir. Suyunch pulni o'sha zahoti farzand tug'ilganda registratsiya qilinadi. Ro'yxatga olinganda birdan xulosaga tashlab beriladi. Faqat Halkbank sistemasi boshqa banklarda yo'q. Ushbu qazna ilovasi orqali suyunch pullari, keyin mana biroz tushunmaga topilasiz kerak bo'ladi. O farzandingiz yoki o'g'lingiz o'qishga kirdi, o'tirgan joyingizda turib, o'sha farzandingizni ta'lim kitlarini eshitib, o'sha qazna ilovasi o'tirgan joyda bitta rasm tushadi, o'sha hammasi bog'langan, integratsiya hech qanday emas. O'qishga kirdi, o'qishda shartnoma qilinadi. O'shanda biroq xotin-qizlar uchun bepul fakat kunduzgi yo'nalish uchun o'qishga xohlagan so'zda u byudjet bo'ladimi yoki davlat nimasi bilan o'qish bo'ladimi yoki bir shaxsiy o'qish bo'ladimi hech qanday qat'iy nazar beriladi. Xotin-qizlar uchun mutlaqo bepul fakat o'qish tugagandan keyin 6 oy davomida ishga kirish bo'ladi. O'qish tugagandan 6 oy davomida undan keyin 7 yil muddatda teng tahsilga beriladi. Bu degani misol uchun juda ko'p ishga misol uchun kontraktga tushsa biz muammosi borib xohlagan o'qishi mumkin. U o'zini o'qish nimasidan orqali to'laveradi, ishlagan pullar. Arzimagan pul chiqadi. Misol uchun 15 million bo'ladigan bo'lsa, arzimagan pul chiqadi. Shuncha kontraktda 10 million dollar 15 million balki arzonroq bo'lishi mumkin. Shunday yana bitta nima qo'yilganlardan biri sizni qizingiz yoki o'g'lingiz nimaga kirdi? Sertifikatga topshirdi. Agar yutib olsa, o'sha orqali qazna ilovasi tashlab oladi. Mana shu qazna ilovasi plastik kartalardan ko'chirmalar ham bepul. Cheksiz xumoga bepul yoki boshqadan 5 milliongacha boshqa kartalarga limit beradi. Bepul ko'chirmalar. Kommunal to'lovlar to'laysizmi, soliq to'lovlar to'laysizmi, hamma to'lovlar bor. Butun bir nimani qamrab olganda jamlangan. Agar mana shu qazna ilovasini minimumda hozir ochgan, bo'lmasa uyda turgan o'tirgan holda ochiladi bo'ladi. Qanaqa savol bo'lsa,